Endi 2026-yilda sun'iy intellektdan tashqari qanaqa tendensiyalar bizni mahalliy bozorimizda rivojlanishi mumkin? Qanaqa bir prognoz qilsak bo'ladi yoki e, hali bu bo'yicha siz rejalaringiz unaqa yo'qmi hali kuzatuvlaringiz yoki Hmm. Ho'p, kuzatuvlarimki, endi biz boshqa o'sha ishonchda ishlab turgan vaqtimda ham bu o'zini isbotini topib kelayotgan edi. Ya'ni raqobat yildan yilga rivojlanib kelyapti. Va bu sohada ham o'sha ASKOga o'tgandan keyin bu sohada ham aynan raqobat rivojlanib borayotganligini misol uchun ko'rishimiz mumkin. Va bu nafaqat bizni sohada, boshqa hamma sohada ham, savdo sohasida ham, istalgan konsalting deymizmi, boshqa ta'lim sohasi deymizmi, hamma sohada aynan raqobat rivojlanib borayotganligini ko'rishimiz mumkin. Mm. Oldin bitta ikkita do'kon bo'lib kelgan bo'lsa, hozir endi ko'pchilikda o'sha o'ntalab, yigirmatalab tarmoqqa aylanganligini, Da- yuztalab, Korzinka ham endi 200-chi tarmog'ini ochyapti. Bu o'sha isbotlab beryapti, rivojlanish mumkinligini, tarmoq bo'lib ishlash mumkinligini ko'rsatib beryapti. Va buni ko'rib turgan o'sha brendlar, kompaniyalar, demak, ular ham o'sha kattalashishga, yiriklashishga harakat qilyapti. Shuni hisobiga bu ko'plab kompaniyalarda shu yiriklashishda, tarmoqlashishga olib kelyapti. Bu o'sha Alisher aka, shu yigirma joyda oltinchi bitta yildan davom etadi. savol, bahsli holat desa ham bo'ladi yoki savol. Mhm, Mana korzinkani ko'pchilik misol qilishadi. Endi korzinka bizada otaxon brend, milliy brend. 20ta qildi, lekin 200ta qildi. 200tani 20 yilda qildida. mhm, 20-25 yilda qildi va u shu kungacha kam bo'ldi. Va man o'ylayman, bu mani shaxsiy kuzatuvlarim, gipotezalarim. Korzinka qachon kengayish boshladi? Korzinka qachonki butun strategiyasini yangiladi, pozitsiyasini yangiladi. Yevropa tiklanish taraqqiyot bankidan maxsus grant bilan direktorlar kengashi tashkil qildi, boshqaruv kengashi. Ya'ni operatsion ishlarni tayyorgarlik ko'rib, keyin kengaydi degan menda fikr bor. mhm, Ko'pchilik tadbirkorlar bilan suhbatlashayotganimda 2026-yilda qanaqa plan desam, do'konimni 3ta qilaman, 5ta qilaman, 4ta qilaman degan yaxshi niyati bor. Men bularni yomonlash yoki bir bunaqa ma'nosida emas, lekin meni nazdimda ular bilan suhbatlashayotganimda, proseslarni kuzatayotganimda u bitta muammosini 4ta qilayotgandek. Ya'ni mhm, ustidagi proseslar tugamasdan turib, standartlashmasdan turib, SOP deydi. O'shalarni to'liq qo'ymasdan turib, standart operatsion proseslarni qo'ymasdan turib, kengayishga e, em, tashqi motivatsiya bilan harakat qilishyaptida. Bitta mhm. muammosi 4ta bo'lyapti. 4ta muammosi 8ta bo'lyapti. Va kamayib ketadigan holatlar ham bo'lib qolyapti. Bunaqa holatlarga sizni fikringiz qanaqa? Mhm. Juda to'g'ri narsaga e'tibor qaratgansiz. Haqiqatdan ham rivojlanishni reja qilib turganlar, aytaylik, ma'lum birlari bor, o'sha siz aytganday hali o'zida o'sha strategiyasi yo'q va boshqa elementlari, даже kerakli standartlarini yo'lga qo'ymasdan turib, bu narsaga harakat qilyapti va o'sha siz aytganday muammosini ko'paytirib olayotganlar ham yo'q emas. Lekin bu degani hamma kompaniya ham mana shu tartibda ketyapti degani emas. Chunki kerakli o'sha standartlarni yo'lga qo'ygan, ma'lum bir jarayonlarni o'sha avtomatlashtirgan holatda rivojlanib turgan do'konlarni ham ko'rib turibmiz. To'g'ri, bu ularda hali to'liq o'sha strategiyaga ega deya olmaymiz, lekin ular o'sha bosqichma-bosqich bu narsani yo'lga qo'yib borishyapti. Ma'lum birlari shu muvaffaqiyatga erishayotgan bo'lsa, ma'lum birlari shu bitta muammosini 4ta, 8ta qilgan holatda qotib qolganligini yoki bo'lmasam umuman o'sha faoliyatni to'xtatgan holatlarni ham misol ko'rish mumkin bo'ladi. Bu nima deydi, o'sha boshqa bir tadbirkorlarga, boshqa brendlarga dars bo'lyapti. Endi keyingisi, misol Korzinkada 25 yilda misol shu darajagacha erishgan bo'lsa, ularda misol rivojlanish vaqti, nima jarayoni, nima davri uzoqligini hisobi, ya'ni ular uchun qanaqadir namuna bo'lmaganda O'zbekistonda. Hmm. Hozirgi kunda mana
rivojlanishda reja qilganlar uchun juda ko'plab kompaniyalar namuna bo'lmoqda. Aytaylik, o'sha Ha, Korzinka, retail sohasida mana Ishonch, Texnomartda boshqa kompaniyalarda ko'rishimiz mumkin. Bular retail sifatida rivojlanib, ko'plab hududlarni qamrab olyapti va faoliyatini yuritayotganligini hisobiga e, endi как namunalar bor, birinchidan. Ikkinchidan, o'sha mentorlar sohasi deymizmi, konsalting sohasi deymizmi, oldinlari bunaqangi soha bo'lmagan bo'lsa, hozirgi kunda bu narsa bor. Tadbirkorlar o'zini bilimi ustida ishlayapti. E, Marketing oldin yo'q bo'lgan, misol uchun hozir endi marketing ancha rivojlanib qoldi. ko'z Shuni tegmasin. hisobiga da ko'z tegmasin ilohim. Demak, oldin 25 yilda erishish mumkin bo'lgan narsaga hozir menimcha o'sha 5 yil, 10 yilda erishish mumkin bo'lgan holatga kelib qolindi. Zo'r, zo'r, zo'r nuqtaga e'tibor qaratasiz. Haqiqatda bir 20 yil, 25 yil kutmasdan turib, biz uchun velosiped ixtiro qilib bo'lingan, uni qayta ixtiro qilish shart emas. Undan kerakli xulosalarni, instrumentlarni olib o'ziga moslashtirish kerak degan menda ham fikr bor edi. Aynan shu gipotezalarim, fikrlarimni tasdiqlab berdingiz. Mutaxassislar, junior mutaxassislar, kichik o'rta biznes egalari nimalarga tayyorgarlik ko'rsin marketing bo'yicha, nimalarni o'zlashtirsin, qanaqa tendensiyalar bo'lishi mumkin sizdagi fikrlar, gipotezalar bo'yicha? Ho'p, gipoteza bo'yicha bu yilgi asosiy endi anaqalarni aytyapsizda, tendensiyalar, gipoteza. No, AI bu yil ham zo'r rivojlandi, sun'iy intellekt. Sun'iy intellekt endi ba'zi anaqalarda marketingda eshityapman, sun'iy intellekt bormisanda ChatGPT ham bo'lasan, ustunsan deb aytishyapti. Lekin men unga ozgina qo'shilmadim. Sun'iy intellekt ustunlik bermaydi-yu men uchun, lekin tezlik beradi. Ha, Chunki sizda nima deb olsam ekan, kalkulyatorga oladigan bo'lsak, agar siz unga to'g'ri formula kiritadigan bo'lsangiz, u qo'lda hisoblaganingizga ko'ra tezroq hisoblab beradi. shunaqa. Lekin agar sizni formulangiz noto'g'ri bo'ladigan bo'lsa, ming tez kalkulyator bo'lgan bilan, hisoblaydigan apparat bo'lgan bilan foydasi yo'q, u noto'g'ri hisoblab beradi-da. Zo'r o'xshatdingiz aka. Xo'p, o'shaning uchun AI rivojlanadi. Buni instrument sifatida ishlatsa bo'ladi. Endi 2026 ni umumiy qanaqasiga oladigan bo'lsak, qanaqa tendensiyalar ketadi? Umumiy marketing direktorlar uchun menimcha anaqa bo'ladi. Marketologlar, marketing direktorlari uchun shaxsiy brend menimcha ancha rivojlanib bersa kerak deb o'ylayman. Shaxsiy brend, lичный brend yaxshi rivojlanadi bu yerda. Bu yerda marketing va savdo yanada yaqinlashsa kerak. Sababi oldingidek brend tanitish, ya'ni brend awareness birinchi o'rinda bo'lmaydi. Ya'ni brend awareness ham kerak, lekin marketingni qilishdan asosiy maqsad daromad ko'proq qilish. Biznes maqsadi daromad topish bo'lsa, marketing maqsadini shu daromadni ko'proq qilib berishda. Asl tegidagi ma'nosi shunaqa. Brend awareness o'zi bilan hech kim cheklanib qolmaydi. Endi savdo bilan yaqinlashib, savdoga ham urg'u qaratishadi. Sababi shu raqobat kuchayib ketyapti, yangi o'yinchilar paydo bo'lyapti. Katta o'yinchilar ham kichkina o'yinchilarni o'zi yeyishni boshladi. O'shaning uchun bunaqa bo'ladi. Savdo bilan yaqinlashish, menimcha hamkorlik yaxshi bo'ladi. Xo'p, keyin marketing tadqiqoti va strategiyalar yili bo'lsa kerak. Sababi shu kompaniyalar ko'pchilik bu yil 2025-yilda juda ko'p kompaniyalar aynan marketing tadqiqot va strategiyalarni so'rashni boshlashdi. Ungacha bunaqa sposlar unaqa katta emas edi. Bu yildan boshlab ko'pchilik so'rayapti, что marketing qilaylik, strategiya tadqiqot qilaylik. O'zi haqiqatda bu bozorga men kirsam bo'ladimi, davom ettirsam bo'ladimi, bu bozorda o'zi pul bormi, men qanchasini ola olaman, ya'ni pirogga o'zi qancha hajmdalik va men qanaqa kusogini ola olaman degan savollar bo'lyapti. Keyin uje brendlar ko'payib ketgandan keyin orasida ajralish bo'lyapti. Ya'ni men qaysi ustunlik jihatim bilan ajralsam ekan deb uje pozitsiyalanishga ko'pchilik kompaniyalar qiziqyapti bu narsaga. Uje ishlar boshlandi. Menimcha 2026da ham strategik marketologlarga talab oshsa kerak. Oshsin. Chunki strategiya bu o'zi yo'l xaritasida, qo'lingizdagi bir GPS ga o'xshagan narsa, qayerga, qachon, kim bilan, qanaqa qilib boraman degan savollarga javob beradi strategiya. O'shaning uchun taktik ishlarni boya aytdingiz-ku, noto'g'ri formulani bersa, u noto'g'ri narsani chiqarib beradi dedingiz-ku. Ya'ni agar taktikamiz noto'g'ri bo'ladigan bo'lsa, biz noto'g'ri ishni qoyillatib bajargan bo'lamizda. Sun'iy intellekt bilan ham yaxshi o'xshatish qildingiz. Kalkulyator misolida o'zi
sun'iy intellektni ishlatish uchun tabiiy intellekt kerak bo'ladi-da baribir. sun'iy intellekt o'zi o'tirib tendensiyalarni ko'rdim. Ya'ni sun'iy intellekt qanchalik darajada rivojlanib, oxirida baribir inson faktorini o'ziga olib qoladimi? Ya'ni inson faktori butun chiqib ketadimi degan savol bilan bir qiziqib ko'rdim. Yo'q, baribir inson faktori qolar ekan, ya'ni o'ylovchi marketologlar qolar ekan. Ya'ni bu yerda to'g'ri sun'iy intellekt sizga narsalarni variantlar berishi mumkin, strategiyada, konseptlarda, tadqiqotlar bo'yicha umumiy variantlar berishi mumkin, lekin baribir emotsional jihatdan inson faktori kerak. Bu yerda bu strategiya to'g'ri, bu pozitsiyalanish to'g'ri degan ma'noda baribir marketologlar qolar ekan. 2035-40gacha ham shu. Shunaqa o'zi baribir emotsional odam, chunki odamda yaxshi marketolog, umuman nafaqat marketolog, xohlagan kasb egasida agar empatiya bo'lsa, u yaxshi mutaxassis bo'la oladi o'zini yo'nalishida, qilayotgan ishida. Umuman olganda katta rahmat. Savdo bilan yaqinlashadi dedingiz. Bizda ko'pincha shu savdo bilan marketing bo'limini unaqa qilib qo'yishadi. Nima deydi? Jangchilar sifatida bir-biri bilan qarshi polyada deb o'ylashadi, lekin afsuski unaqa emas. Aslini olganda ular bir-biri bilan et bilan tirnoqday bo'lishi kerak. Ya'ni marketing kerakli auditoriyaga xabardorlikni yetkazib bersa, sotuv o'sha auditoriyaga sotuvni amalga oshirib, kompaniyani daromadini, foydasini oshirishga qaratilgan ishlar qilish kerak. Nimagadir bizada doim mediani ta'sirimi yoki boshqami jangchilar sifatida bir-biriga bir qarshi turuvchi ikkita qator sifatida ko'rsatishadi. Aslida unaqa bo'lmasligi kerak. Shuni yaxshi aytdingiz. O'zbek biznesmenlari, tadbirkorlari, umuman olganda mutaxassislar, junior mutaxassislar, marketologlar nimalarga e'tibor qaratish kerak? Qanaqa tendensiya bo'lishi mumkin bizani bozorimizda? Nimalarga tayyorgarlik ko'rish kerak? Ishini nimadan boshlashi kerak? Mani o'ylashimcha, brendning biznes aktivi sifatidagi roli kuchayishi kerak. 26-yilda brend imij, prosta imij haqida emas, balki ko'proq iqtisodiyot haqida bo'ladi. Bu nima degani? Bu degani kuchli brend CPA, CPI, Return on Marketing Ads, LTV larga bevosita ta'sir qiladi va xarajatlarni pasaytiradi. Shu sababli ilgari faqat performansga tayanib ishlaydigan kompaniyalar, korxonalar ham menimcha brendga va brend targ'ib qilishga, brend rivojlanishiga investitsiya qilishni boshlaydi. Ko'p anaqa tadbirlar bo'lyapti, qanaqadir reklamniy festivallar orqali shuni qilsa bo'ladi. Mani o'ylashimcha bunga juda katta e'tibor beriladi. Shu yilda ham keyingi yilda ham menimcha shunaqa bo'ladi. Qarang, bitta endi shuni bizani ko'proq juniorlar kuzatishadi-da. Nima deydi, harakat qilaman man tushunganim bo'yicha. Qarang, demak 2026-yilda siz tavsiya qilasizki, junior mutaxassislar, umuman marketing mutaxassislar, biznesmenlar faqat performansga urg'u berib qaratmasdan, endi sizni ko'proq brend imidjiviy brendga olib boradigan kompaniyalarda qiladigan ishlaringizni, reklamalarni, protsesslarni shunga moslab tuzish kerak. Bu sizlarga iqtisodiyotga, ya'ni ekonomikalaringizga ta'sir qiladi. Ya'ni sizlarda CPL ga ta'sir qiladi, ya'ni umumiy ko'rishlar soniga, bitta mijoz narxiga, CIC ga ta'sir qiladi va marketingga ketgan xarajatlaringizni uni qayta kelishiga, ro'miga, ro'iga, ularda arzonroq bo'lishiga ta'sir qiladi. Ya'ni siz faqatgina sotuv, ya'ni performans yoki boshqa bilan emas, balkim iliqlik uyg'otadigan, brendovый uyg'otadigan kompaniyalarni, protsesslarni qurishga ko'proq e'tibor qaratish kerak degan tavsiyani bildirasiz. To'g'ri tushundim? To'g'ri, chunki kuchli brend o'sha organicheskiy prirostni ko'paytiradi. Odatda o'shanga o'sha brend imij kompaniyalarini ko'paytirish kerak. Именно alohida reklamniy kompaniya sifatida aytmayapman. Men o'sha umuman voronkani oladigan bo'lsak, o'sha marketing voronkasini, o'sha верхний уровневый awareness degan anaqasi bor ekan. O'shanga ham taniqlilik, o'shanga ham e'tiborni qaratish kerak deb o'ylayman men. Chunki natijalar bor, o'sha yaxshi natija olib kelyapti. U brend bilan ishlash
o'sha unit ekonomikani yaxshiroq qiladi. Zo'r. Aynan manda ham shunaqa fikrlar, gipotezalar bor edi. Demak, buni tasdiqlab beryapsizlar. O'zi dunyo bu yo'ldan o'tgan. Qachondir sotuv erasi tugaydi, bosim bilan sotish, og'riqni aytib sotish yoki nimadir qilib sotish baribir tugaydi. Chunki borgan sari mahsulot bir xillashib boraveradi. Mahsulotni zo'r qilib qilish imkoniyati yo'q. Odam baribir emotsional qarorga, ya'ni brendga nisbatan iliqlikni, samimiyatni, o'zini ko'rishni xohlaydi. Brend uni muammosini yechishini xohlaydi. O'z muammosini yechishni o'zi bir ratsional uni xohishi, lekin baribir biz odamzodmiz, odamlar baribir emotsional qarorlar qilishga baribir ko'proq nima deydi, moyil bo'ladi. O'shaning uchun menda ham shunaqa qarashlar bor edi, tasdiqlab berdingiz. Rahmat. O'zbekiston bozorimizda marketing bozori qanaqa tendensiyalar bo'lishi mumkin? Qanaqa kutuvlaringiz, ajdanalangiz qanaqa sizda? AI yana hype'da bo'ladi. Hmm. Sun'iy intellekt yordamida tayyorlanadigan videolar, video kontentlar nega hype'da bo'ladi deyapman. Bilmadim, man bo'ldi ketdi bu yog'i, faqat shu ketadi deya olmayman. Man bu fikrga qo'shilmayman. Man vaqtinchalik hype deb hisoblayman bu narsani. Vaqtinchalik deganda bo'lishi mumkin 2 yildir, 5 yildir, 10 yildir, chunki hali bu narsa rivojlanyapti. To'liq bir mukammal holatga yetib kelmadi hali. O'shaning uchun hozir hype'da. Hozir asosan bu sun'iy intellekt bilan tayyorlanayotgan videolarni shu yo'nalishda kurs sotadiganman yoki asosiy faoliyat shu bilan bog'liq bo'lgan insonlar qilyapti. Chunki oldin ham bo'lgan bunaqa narsalar. Har xil anaqa bilsangiz, biz yoshligimizda programmalar bo'lardi, rasmlarimizni zo'r Photoshoplar qilib berardi-da. Pixel, Bitta foydalanasiz. Pixel, unaqa O'shanga o'xshagan 366, Snapchatlar bo'lardi. 366lar bo'lardi. O'sha, rang-barang Deyarli tengqurmiz. foydalanardik. Rang foydalanardik, o'shandan qiziq bo'lardi. 2 kundan keyin bo'ldi, o'sha qizig'i bo'lmasdi. Hozir sun'iy intellekt bilan har kuni kirib video yasab o'tirmaysizda masalan. Endi bu biznesda foydalanish mumkin, lekin baribir biz hissiyoti bor bo'lgan bir mavjudotmiz. O'shaning uchun menimcha o'sha ko'rgisi kelmaydi odamlar bu videolarni. O'sha hozir zerikishni boshlayapti. Men hozir tahlil qilgandim keyingi yilgi trendlarni nima bo'lishini. Endi bu asosan o'zimiz biznes bilan bog'liq, yo bizning auditoriya bilan. Baribir bizlar yosh bo'lgani bilan samimiylik, insoniylik ya'ni tutadi. O'shaning uchun hype, lekin hype bo'lgani bilan bizga baribir axlat kerak. Biz baribir o'zimizni tanitishimiz, ko'rsatishimiz kerak. O'shaning uchun baribir bu bilan parallel ketishimiz kerak deb o'ylayman. Biz ham foydalanamiz, masalan, umuman chekka chiqarib yuborish kerak emas. Naborot, bilib turish kerak. Nima bo'layotganini, yengilliklarni doim foydalanish kerak. Ya'ni bu assistent sifatida ko'p masalalarda, masalan, ish vaqtini qisqartirib, produktivniyatni oshirib beradi deb hisoblayman. Qo'shimchasiga trendlar haqida asosan so'rayapsiz, tendensiyalar. Tendensiya qanaqa bo'lishi mumkin? Kichik biznes masalan faqat u sizni misolingizda emas, Cambridge masalan siz mutaxassis sifatida nima tavsiya qilgan bo'lardingiz? Mana bu hamkasblaringizga, biznes egalari kuzatadi blogimda. Nimalarga urg'u qaratishsin, qaysi yo'nalishda ko'proq fokuslansin? Shu tavsiyalaringizni aytsangiz ham bo'ladi. Yangi kanallarni test qilib ko'rish kerak. Boy endi hozir bilmayman konkret, masalan Telegram Ads ko'p kuchaytirish kerak, ko'proq kuch tashlash kerak. Masalan taqdimotlardan ham foydalanish kerak. Biz doim foydalanamiz, boya aytganimdek, taqdimotlar ham nima bo'ladi? Ko'proq ommaga siz haqingizdagi ma'lumotni yoki siz bermoqchi bo'lgan messenjni qisqa vaqtda tushunarli qilib yoyib berishga yordam beradi. Bundan o'zi masalan yangi g'oyangizni upakovka qildingiz, uni masalan mediada yoki anaqa tashqarida kommunikatsiya qilish ozgina uzayadi vaqti va umumiy uzaygan vaqt hisobiga boshida eshitgan odam o'sha borib esdan chiqarishni boshlaydi. Taqdimotni kuchi katta, ya'ni effekti o'shani aniq ta'sirida yurasiz. O'shan ham YouTube'da bo'ladi. YouTube'ga kiradigan odam teng bo'ladi o'zi, bekorga kirmaydi. Ya'ni lead magnet sifatida foydalanish va o'sha har jarayonlarni tizimlashtirish waronkada lead magnetlarni sinash, har bitta etapda maksimalni mijozi yo'lini qisqartirishga harakat qilish kerak. Masalan, yo'l qancha uzun bo'lsa,
juda to'kilish boshlaydi, chunki borgan sari sabrsizlashib boshlayapti Shunaqa. odamlar. O'shaning uchun maksimal yo'lni qisqartirish kerak. Даже odamlar har xil platformalar ishlatish o'rniga bitta platformadan maksimalda, masalan, ChatGPTni o'zidanmi bitta sun'iy intellekt bitta ilova bo'lsa, hamma ish o'sha yerda hal bo'lsa, bitta Alisani qo'yib qo'yib o'sha bilan gaplashib o'tirsa, hamma ish hal bo'lsa, u ro'yxatdan o'tsa, uni o'rniga o'qib bersa, hozir shunaqa bo'lib ketyapti. Endi o'shaning uchun qisqartirish kerak и tez bu yog'iga anaqa o'tkazish kerak deb o'ylayman. Mijozlar bilan intervyular, Ya'ni fikrlar. tadqiqotlar, kastinglar o'tkazish, ularda Mm, customer experience, ya'ni mijoz tajribasi bo'yicha, mahsulotingizdan oladigan tajribasi bo'yicha ko'proq umumlashtiradigan bo'lsam, endi sizni tavsiyangiz ko'proq bo'ladi. Operatsion ishlar baribir band bo'laveradi doim. Operatsion ishlar mm. doim bo'lgan. Lekin operatsion ishlarga zadachani baribir strategik qarorlardan bo'ladida. Ya'ni ko'proq strategik, ya'ni tadqiqot bilan, kasting o'tkazish bilan va testoviy ishlarni ko'proq o'tkazish bilan fokusi shunda bo'lsa degan fikringiz bor demak, to'g'rimi? Shunaqa. И yana bir hozir aytdingiz, mana endi biznes egalari, har xil soha vakillari kuzatadi dedingiz, xususan marketing kuzatsa kerak. Yosh bitta narsani aytmoqchiman. O'zbekistonda man juda ko'p hozir uchratayotgan, ko'pchilik qilayotgan xato, ko'pincha do'kon egalari qilyapti bu narsani. Baribir do'kon egalarining ulushi katta ham bo'lsa kerak mediada hozir. Chiqadi trend faqat. Trend ortidan Faqat qanaqadir faqat trend orqasidan quvadi, lekin do'kon o'sha vaqtda zo'r hayp bo'lyapti. Bitta moshkichira qilib ko'radi, dahshat odam yopirilib keladi, ertasiga achchiq osh qilib ko'radi, unga yana mijoz yig'adi. Uzoq muddatga bormayapti hech kimning biznesi. Ya'ni bunaqa ishlayotgan anaqada faqat mediada ishlayapti. Chunki u ham qayerdandir ko'rib qilyapti. Chunki prosmotr yig'ish juda oson bo'lib ketgan. Vocha oson narsa. Muhim narsa ham emasda ko'p prosmotr yig'ish. Bu tizimli qilmasa, maqsad bo'lmasa qiyin. O'shaning uchun biznesni o'zi kelajakdagi strategiyalarini qo'yib olish kerak. U yog'i hammasi keyingi darajali narsalar. Men shu narsaga doim aniq qilaman. Bilmayman, shu do'kon egalarida bilmayman, assotsiatsiya bo'lib qoldi. Negadir ko'p ko'raman mana shu hype trend orqasidan ketish. Bu uzoqqa bormaydi. Savdo bir uchadi, keyin risk yana quliydi. Qachon skidka bersa, qachon chegirma bersa bor, qachon ikkita bloger chaqirsa savdosi bo'ladi. Bloger ham tavba qildim deyman, anaqa kubik podkastlarda ham ko'p aytamiz. Bir kuni umuman ana TikTokchi qizlar chaqiradi, ertasiga diniy anaqa Shunaqa gapirmang. Juma muborak deb ertasiga chiqadi. Unda nega umuman boshqa auditoriyani chiqaradi. Ani ko'rgan odam hayron qoladi. Men kim o'zi kerakmanmi? O'zi menga mana shu mahsulot degan narsa bo'ladi. Bu olganda katta rahmat. O'zbekistonda marketing bozorini, marketing mutaxassislarini qanaqa tendensiyalar kutyapti deb o'ylaysiz? Nimalarga tayyorgarlik ko'rish kerak mutaxassislarimiz, biznes egalari? Yaqinda bitta kitob o'qidim. Traction degan, o'sha aynan trafik haydash bo'yicha. Bitta narsa bor, u yerda o'sha sizni hozirgi trafik olib keladigan instrumentingiz qachondir eskiradi. Hozir ko'ryapman, bizada endi eskirish degan ma'noda ishlatish bilmadim qanchalik to'g'ri, lekin ko'p biznesni Instagramdan foydalanadi va Samarasi kamayadi desak to'g'riroq bo'ladi. Ommalashgan sari samarasi kamayyapti va narxi ko'tarilyapti. Bunaqa paytda fokusi yangi trafik manbalar trafik olib keladigan instrumentlarga qaratish kerak deb o'ylayman. 26-yilda aktual bo'ladigan trafiklarni aytadigan bo'lsam, bu o'sha hammamiz kuzatayotgan Telegram Ads juda ommalashib ketdi. Bu zapusklarda ham juda ommalashib ketdi. Va ikkinchisi, meni fikrimcha, bu endi menimcha har yil aytiladi, lekin o'sish sal qiyin bo'layotgan YouTube. YouTube'da foydali kontent berish. Bu narsa boya yana xuddi anunga aylanadi. Nima deydi? Juda keyin ko'rsatiladi natijasi. Sezmay qolishingiz mumkin qaysi touch pointda ta'sir qilganini. Shuning uchun menimcha foydalanishmaydi. Ko'plar hozir performansga urg'u bergani uchun ham sal nazardan qolib ketyapti deb o'ylayman.
Shu ikkita narsa manimcha eng ommalashadigan narsa sifatida ko'raman. Ya'ni Telegram Ads bo'lsa birinchisi, bunda o'sha mutaxassislarni yollash, bu yerda ham aslida o'zi kurash unaqa oson emas. Chunki algoritmlar sal boshqacha aniq qilingan. Telegram o'zi har doim ayyor bo'lib kelgan deb o'ylayman. Har doim nimadir qo'llashganda ayyorona qo'llashadiki, kimda ko'p pul bo'lsa shu yutib ketadi ko'pincha. Xuddi shunaqa holatda YouTube'da ham ko'proq foydali. Menimcha bu narsa chet eldan kirib kelyapti. Ayniqsa YouTube'da ko'proq foydali kontent berib, keyin уже xaridor sotib olishga tayyor bo'lib, o'zi so'ragandagina sotish. Bizada faqat ol deyiladi, Bosim lekin bilan. berib aniq qilinmaydi. Bosim Biz bilan. shunchalik ko'p beraylikki, o'zi so'rasin degan holatga keladi deb o'ylayman. Balkim 26da kelmasu, lekin shu tarafga qarab ketyapti. Zo'r. Endi mana hozir siz Elmurod aka qaysidir ma'noda YouTube ham Instagram ham instrumentda, ya'ni Mhm. biror bir mahsulotingizni yo liftda yoki zinada chiqarish uchun vosita. Mhm. O'sha vositani nimani ulash kerak? O'sha instrument ishlatishdan oldin nima qilish kerak mutaxassis? Endi hamma narsani asosida tadqiqot yotadi. Bu narsani ham belgilab qo'ygandim. Ya'ni 26da marketologlarga eng muhim bo'lgan ko'nikma yoki o'rganish kerak bo'lgan, mukammal o'rganish kerak bo'lgan narsa bu tadqiqot. Chunki hamma g'oyalar, hamma qilinish kerak bo'lgan ishlar, instrumentlar o'sha tadqiqot asosida kelib chiqadi. Bu narsani agar o'tkazib yuborsak, nima deydi? Shunchaki hamma qilib yurgan ishlarni qilib yurishimizga to'g'ri keladi va omadimiz kesagina ishlab ketadi bu narsa. Hozir ko'p kuzataman, ko'plar ish boshlayotganda men bu yosh mutaxassislar, yosh deganda endi sohada yosh mutaxassislar tadqiqotsiz hamma qilayotganiga qarab shunchaki boshlab yuborishadi. Uni ildizini sal o'rganib, mohiyatini tushunishga vaqt qizg'anishadi qaysidir jihatda. Afsuski shunday, shunaqa. Afsuski shunaqa. Bu xuddiki unaqaga o'xshataman. Qo'liga yaxshi pulemyot berib qo'ygan, ya'ni budjeti bor. Qaysidir biznesmen budjet beryapti-da va pulemyotni tarlatib o'tyapti. Qaysidir o'qqa tegib qolyapti. Lekin pulemyotni 100 ta o'qi bo'lsa, 90 tasi besamar ketdi deganida qaysidir ma'noda. Va ikkinchi marta o'sha biznes egasiga yana pulemyot so'rab borsak, o'q so'rab borsak, biznes egasi уже ishonmay qo'yadigan holatlar bo'lyapti va umumiy olganda marketologlar man kutgan natijani bermayapti degan bir fikrga ham borib qolishiga sababchi bo'lyaptimikin deb o'ylagandim va bu haqida biznes egasidan ham so'ragandim. Ko'pchilik aytgandek, kelganda motivatsiyasi zo'r deyishyapti. Haqiqatdan motivatsiyasi zo'r bilan keladi junior mutaxassislar, sohada yangilar, anaqa qilaman, unday boraman, bunday qilaman. Niyati yaxshi, lekin afsuski kompetensiya, ko'nikmalarda sal oqsoqlik bo'lib qolyapti. O'zi Marshanba ham shu muammoga bir ozgina bo'lsa ham yechim berish maqsadida reja qilinyapti, xudo xohlasa. Yangi yildan buyog'iga rejalarimiz bor. Offline yig'ilishlarda kompetensiya, ya'ni motivatsiyangiz bor sizda, lekin siz o'sha instrumentni qanaqa qilib ishlatasiz, undan keyin nima qilish kerak, ungacha nima qilinish kerak, qanaqa metodika bor, qanaqa instrument bor, shularni o'rgatishga qaratiladigan bir offline uchrashuvlarni reja qilyapmiz va sizni o'sha offline uchrashuvlarda mentor sifatida, mutaxassis sifatida albatta ko'rishdan xursand bo'lamiz, taklif qilamiz. Vaqtingizga, imkoniyatingizga qarab qo'shilasiz degan niyatdaman. Umuman olganda katta rahmat.